Assalomu alaykum, bizning qadrli o'quvchilarimiz. Bugun sizlar bilan juda ham katta bir darsimizni boshlashga qaror qildik va bugun sizlar bilan gaplashadigan narsamiz bu Asin Spotlight platformasi va qanaqa qilib uni ishlatib, qanaqa qilib o'zimizga kerakli bo'lgan informatsiyani ko'chirib olishimiz haqida gaplashib o'tamiz va shu qatorda ko'rsatib, bitta qadam o'zim sizlarga shuni ko'rsatib beraman. Xo'p, agar boshlaydigan bo'lsak, birinchi qiladigan ishimiz bu o'sha o'tgan gal gapirganimizda, agar eslasanglar, men asinspotlight.com ga kirib, ayni o'zingizga shu platformadan programmasini skachat qilib olib, yoki Windows kami yoki MacBook kami ustanovka qilib qo'yinglar deb aytgan edim. Bugun bo'lsa, sizlar bilan shu platforma, ya'ni shu programma ustida ishlaymiz. Ko'rayotganinglardek, mana shu o'sha sayti, agar eslasanglar bu pulli deb gapirgan edim bu narsani, lekin biz o'zimizning tarafdan sizlarga bu narsani mana shu dars paytida, bizning dars jarayonimizda beramiz va ishlata olasizlar. Endi kirib o'zingizga download qilib, emailinglarni berib, berganinglardan keyin, misol uchun men hozir berib o'tib ketaman, aytaylik, test@gmail.com deb yozib, get download link. Bosganingizdan keyin anaqa pochtalarga sizlarga link ketdi deydi, lekin u siz ham shu yerda o'zidan shunda skachat qilib olsanglar bo'ladi. Skachat qilganingizdan keyin mana hozir ochamiz. Asin Spotlight programmasini buni udalist qilamiz. Biz sizlarga litsenziya beramiz va o'sha litsenziyani shu yerga kirgizasizlar. Ayni mana shu litsenziya degan joyiga. Endi bu narsani tayyorlab qo'yasizlar va keyingi qiladigan ishinglar bu sekin Amazon kategoriyalaridan uje bitta o'zingizga aniq bir subkategoriyani qidirishni boshlaymiz. Endi Amazon o'zini platformasiga kiramiz va o'zimizga kerakli bo'lgan bitta bir kategoriyani qidiramiz. Eslasanglar, o'tgan darsimizda biz sizlarga har xil kategoriyalarni gapirganmiz va qaysi kategoriyada biz sizlarga maslahat berishimizni ishlashni ko'rsatib o'tganmiz. Shundan kelib chiqib, bugun sizlar bilan bitta aniq bir qanaqadir kategoriyani qaraymiz va qidiradigan bo'lsak, mana mana shu yerda all bosamiz. Shop by department ga kiramiz. Aytaylik, hop, sports and outdoors qarasak bo'ladi yoki home garden tools qarasak bo'ladi. Kelaylik sports and outdoors qaraylik va ichida buni all sports and outdoors ga kiramiz. Ichiga kiradigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, bu yerda bir nechta subkategoriyasi bor. Ya'ni ichida yana bitta, yana qo'shimcha kichkina kategoriyalari bor. Bizni qiladigan ishimiz bugun sizlar bilan shu ayni bitta kategoriyani oldik. Bu juda ham katta kategoriya. Buni ichida bir nechta kategoriyalar bor. Biz har bittasini ichini ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni har bitta subkategoriyani ichida nima borligini ko'rib chiqamiz. Endi kelinglar, mana misol uchun yoga bor, camping bor, water sport, golf, team sport bor. Kelinglar yogani qaraymiz. Yoga kategoriyasiga kiramiz va buni ichida yana ham bundan ham kichkina bo'lgan kategoriyalari bor, ko'rayotganinglardek. Ya'ni bu o'sha matlar yoki qanaqadir kerakli jihozlar yoki qanaqadir trenajyorniy оборудованиялар yoki kiyimlar yogaga tegishli yoki uni tagida yana qo'shimcha har xil anaqa kategoriyalari bor. Kelinglar matni qaraymiz. Matlarni qaraymiz va mana shu kategoriyada ko'rayotganinglardek endi Amazon sizlarga boshqacha ko'rinishda kategoriyalarni departamentiga bo'lib bitta ko'rsatib beryapti. Mana shu kategoriya bizga hozir kerak. Bizning qiladigan ishimiz keyingisi bu ayni shu kategoriyani linkini, ya'ni tepasidagi silkasini kopировать qilamiz va o'sha bizning programmamiz Asin Spotlight ga kiramiz. Mana shu joyiga qo'yib va grab list deb bosamiz. Grab list bosganimizdan keyin ko'ryapsizlar, Asin Spotlight o'zining tarafidan polni shu kategoriyaga va shu kategoriyani, ya'ni shu subkategoriyani ichidagi bor hamma tovarlarni sizlarga ko'chirib beryapti. Kutamiz. Hozir
Bu yerda faqat ko'chirish bo'lyapti. Bu yerda faqat informatsiyasini ko'chirish bo'lyapti. Keyin detalizatsiyasiga o'tamiz. Ranglari bor. Update bo'lgan payti hozir. Silkasi, ASIN nomeri va rasmlari. Va bu yerda silkalari. Juda ham katta kategoriya. Hozir o'zida bir 6000 ta tovar уже ko'chirib oldik, lekin bularning hali detallari yo'q. Bunga ozgina vaqtingiz ketishi mumkin, lekin bu juda ham foydali informatsiya. Bo'ldi. Xo'p, tovarlarni ko'chirib oldik. Endi qiladigan ishimiz detalizatsiyasi. Demak, shu grab details ga bosamiz. Endi 6878 ta bo'lgan mahsulotinglarni qaysi bitta kategoriyasiga ega, qaysi brend orqali sotilayotgani va qaysi ASIN number bilan sotilayotgani, qanaqa reytingga ega, nechta revyusi bor, ya'ni odzivlari bor, qanaqa BSR ga ega, nech puldan sotyapti, Prime delivery'si bormi yoki yo'qmi, nechta sotuvchi sotyapti, nechta FBA sotuvchilar bor va nechta FBM sotuvchilar bor. Bundan tashqari oyiga nech pullik savdo qilyapti, buyboxga tushyaptimi, hozirda o'zini inventarizatsiyasi, ya'ni inventory'sida bormi, skladida yoki yo'qmi, variant, ya'ni boshqa bir variantlari bormi, kim sotyapti, Amazonmi yoki oddiy odammi, razmerlari yoki package razmerlari, hamma informatsiyasiga shu yerda ega bo'lamiz va ko'rib chiqsak bo'ladi shu narsalarni. Eng важный joyi domen degan joyda biza .com ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda ko'proq Amerikaga tegishli skoriya tovarlar bo'lgani uchun .com domeni orqali sotilayotganligini ham ko'rsatib qo'ygan. Keyinchalikda balkim biza o'zimiz tarafdan UK ham o'rganganimizda UK ni ham ko'rsatib berishimiz mumkin, xudo xolisa. Hozirda bu juda ham ko'proq vaqt olib qo'yadi. Shuni kutishga to'g'ri keladi. Ozgina ko'ryapsizlar, mana har bitta tovarni informatsiyasini olib kelyapti, ya'ni yengilab, update qilib, qaysi brend, qaysi qolgan detalizatsiyasi har bittasinigini ko'rsatib beryapti. Bundan oldin hozir sizlar bilan biza yogaga tegishli bo'lgan, ya'ni subkategoriyani olganimiz uchun juda ham katta massivni informatsiya yuklanishi boshladi. Bu o'zini yo'lida juda yaxshi, ya'ni sizlar uchun. Sizlar o'zingizlar tarafdan uyingizlarda shu narsani полностью tekshirayotgan paytingizda обязательно shu narsani qilganinglar ma'qul. Lekin hozir ko'rsatib berish uchun men sizlarga kichkinaroq kategoriya, yana ham kichkinaroq kategoriyani olib, uni yana bir marta parse qilamiz, ya'ni scrap qilamiz va informatsiyani yig'gandan keyin u informatsiya bilan qanaqa qilib o'ynashimizni ko'rsatib beraman. Xo'p, endi sizlar bilan Amazonga kiramiz yana bir marta. Shop by department ga kiramiz va misol uchun Home and Garden Tools da qaraymiz nimalar bor. Tak, bu yerda biza Garden and Outdoor degan joyiga bosib, ichida nimalar borligini ko'ramiz. Tak, bizga kerak bo'ladigan kategoriyani qarasak bo'ladi. Bu yerda ham mana Garden Tools bor, Pest Control, Lawn Mowers, Outdoor Storage, Fire Pits, tak, Patio Heaters. Mana shu kategoriyani qaraymiz sizlar bilan va nimalar borligini ko'ramiz. Hatto bu kategoriyada narxlar sal balandroq ekan, lekin bunda boshqa kategoriyani kelinglar birgalikda qarab ko'ramiz. Nimalar bor ekan yana. Tak, orqaga chiqdik. Garden Tools ga kiraylik. Mana shu Garden Tools da ko'ryapsizlar, mana Any Department ketidan boyiga tanlagan patio degan kategoriyamiz va undan keyin Gardening and Lawn Care deb yozib qo'ygan. Endi shu yerda biz sizlar bilan bittasini tanlaymiz. Xo'p, aytaylik, nimani tanlaymiz? Toolset, Garden Toolset ko'raylik. Mana ko'ryapsizlar Garden Toolset. Buni narxlari ozgina pastroq, lekin baribir ham nisbatan qimmatroq. Biz sizlar bilan o'zi agar eslasanglar $15 dan tepa va
misol uchun $100 deb gapirganimiz bilan baribir ham ozgina pastroq narxli bo'lgan tovarlarni qidiryapmiz, chunki birinchi sotuvga kirishimiz osonroq bo'lishi uchun. Xo'p, mayli, kelinglar, mana shuni nima deydi, как пример qilib olamiz va shu kategoriyani ishlatib ko'ramiz. Xo'p, oldik. Asin Spotlightga o'tamiz. Boyaga aytganimdek, shu yerga linkimizni, ya'ni silkamizni qo'yamiz va grab listni bosamiz va kutamiz. Tak. Xo'p, boshladi. Ozgina ko'proq tovar chiqsin, oxirigacha olib bormaymiz, to'xtatib turib, men sizlarga ko'rsatib beraman, qanaqa qilib ustida ishlash kerak, lekin sizlar uyingizda обязательно buni oxirigacha yetkazib qo'yganinglar ma'qul. Chunki qancha ko'p tovar chiqsa, shuncha ko'proq sizlarda imkoniyat bor tanlashga va qidirishga. Bo'ldi, tovarlarimizni grab qildik. Endi detalizatsiyasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, hozir 8420 ta danni kirgizib chiqadi. Bizga bunchasi hozirda, ayni hozir kerak emas, chunki faqat ko'rsatib beryapman. Bizga bir hatto bir 100 ta bersa, menimcha yetadi. Iloji bo'lsa bu narsani tayyorlab qo'yib, tashab qo'yasizlar, o'zingizlarning ishinglar bilan shug'ullanib, boshqa ishlarni bitirguningizgacha bu o'zi tarafidan yig'ib qo'yadi informatsiyani. Xo'p, ko'rayotganinglardek, hozir biz sizlar bilan juda ham massivniy yana kategoriyani olib qo'ydik. Shuning uchun biz hozir ko'rsatish uchun sizlarga to'xtatishga majburmiz va bu informatsiyalarni полностью qanaqa qilib bu informatsiyalar bilan ishlash kerakligini ko'rsatib o'tamiz. Stop bosaman. Bo'ldi, mana bizda hozir данный moment bor informatsiyamiz mana mana shu yerda joylashgan. Endi bu informatsiyani nimalar qilsak bo'ladi? Bu informatsiyalarni, misol uchun, men bitta filtr orqali o'zimizga kerakli informatsiyani kirgizib, filtrga to'g'rilab olsak bo'ladi. Lekin men o'zim tarafdan sal boshqacha yo'l tutaman. Bu narsaga o'rganib qolganligim uchun sizlarga ham ayni shu narsani ko'rsataman. Xo'p, endi bu narsani eksport qilamiz o'zimizga va nomini misol uchun info deb yozib qo'yamiz. Eksport bo'ldi. Xo'p, endi bu tovarimizni ochamiz, bu faylimizni ochamiz va bu faylimizni o'zimizga to'g'rilab olamiz. Перенос tekstdan olib tashlaymiz. Xo'p. Nimalarni o'zimizga skachet qilib oldik. Birinchi qilgan narsamiz bu yerda mana asin nomeri, qaysi domenga tegishli, kichkina linki, nomlanishi, qaysi kategoriyaga tegishli, qaysi brendlarga tegishli, reytinglari, nechta otzivi bor, BSR nomeri, Prime yoki Prime emasmi? Sotilayotgan, ya'ni dollarmi yoki yevrodami, qaysi anaqada valyutada sotilayotgani, narxi, shipping narxi, nechta odam sotayotganligi, FBA sellerlari, FBM sellerlari, ya'ni biza oyiga nech pul qo'yotgani va buyboxga tushayotganligi, nechta variatsiyasi bor, ya'ni nech xil varianti bor yoki variantsizmi umuman degani, skladida bor yo'ligi va Amazonning o'zi tarafdan sotayotganligi va qolgan informatsiyalari. Endi biza sizlar bilan bu hamma informatsiyamizni filtr qilib olamiz va shu informatsiya bilan birga ishlaymiz. Birinchi men oxirigacha detalizatsiyasini olmagan narsalarimni umuman o'chirib tashlashga harakat qilaman. Bizani ko'zimizga tushmasligi uchun yoki shundoqligicha birinchi olamiz. Xo'p. Endi mana tepadan ko'rasizlar, title'ni kichkinaroq qilib qo'yaman, mishat qilmasligi uchun. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz bizani bu FBM sellerlarni aniqlab olishimiz. Ya'ni biza hozir sizlar bilan FBA sellerlar sotayotgan bo'lsa, bu sellerlar bizga kerak emas. Ya'ni FBA bilan biz hozir to'qnash olmaymiz, biz ular bilan konkurировать qila olmaymiz. Chunki faqat 0 tanlaymiz. Endi FBM sellerlari, ya'ni dropshipping bilan shug'ullanayotgan yoki FBM sellerlari, agar eslasanglar, kamida 2 ta bo'lish kerak deganmiz. Shuning uchun
biza hammasini tanlaymiz, lekin 0 olib tashlaymiz, bittani olib tashlaymiz va ikkitani olib tashlaymiz. Shunda ko'ramizki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 yo'q ekan, 9, 10. Mana shu sotuvchilariga ega listinglarni qaraymiz. Endi biza sizlar bilan keyingi qiladigan ishimiz bu BSRni tepadan pastga to'g'rilab olamiz. Va keyingi qiladigan ishimiz biza sizlar bilan shu BSRni birinchi aniqlab olamiz. Ya'ni bizaga qancha BSRi bo'lgan kategoriyadagi tovarlar muhim hozir. Bizaga muhim tovarlar bu hammasini tanlab turib, mana shu yerda format qo'yamiz orasiga. Aytaylik qancha? Aytaylik 0 dan 300 minggacha bo'lgan BSRli mahsulotlarimizni olamiz. Mana. Ko'ryapsizlar, hozirda mana shu mahsulotlar bu o'sha 0 dan 300 minggacha bo'lgan mahsulotlar. Men hozir sizlarga ko'rsatayotgan primerimda bu juda ham ozginagina, kichkinagina men o'zimga yuklab olgan informatsiyadan kelib chiqqan holda ko'rsatib beryapman. Sizlarni misolingizda bo'lsa, sizlar juda ham katta, massivniy damniga ega bo'lasizlar va o'sha damning ustida ishlayotganingizda tovar soni juda ham ko'p bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda biz o'zimizga narxlarni to'g'rilaymiz. Birinchi qiladigan bu yerda ishim mana shu topgan tovarlarimni o'zimga bu yoqqa отдельно ko'chirib olmoqchiman. Отдельно ko'chirib olsak, hozir udobniyroq bo'ladi, bizga ma'qulroq bo'ladi ishlashimiz, chunki qolgan tovarlarimizni xalaqit bermaydi. Endi biz o'zimizga shu damliklar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Boyaga aytganimdek, sizlarda juda ham ko'p damlik bo'ladi, sizlarda juda ham ko'p informatsiya bo'ladi va u informatsiyadan tanlash imkoniyati ham juda ham katta bo'ladi. Shunga bu yerda hozir ahamiyat bermanglar. Men sizlarga faqat usulini o'rgatyapman. Sizlar o'zingizlarning misolingizda va uyda yoki boshqa payt joyda qayerdadir ishlayotgan paytingizda shu narsani qilayotganingizda sizlarda juda ham ko'p informatsiya chiqadi, ishlash ancha osonroq bo'ladi. Xo'p, endi biz sizlar bilan BSRni aniqlab oldik. BSRni aniqlab olganimizdan keyin BSRni ketma-ketligini ham to'g'rilab oldik. Endi BSRni ketma-ketligini to'g'rilaganimizdan keyin narxlarni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p, BSRni biz уже 0 dan 300 minggacha deb aniqlaganimizdan keyin narxlarni ham o'zimizga tanlab olamiz. Xo'p, narxlar bizga pozvalet qiladigani, ya'ni hozir cho'nchagimizga urmaydigan narxlar bu o'sha $100 bo'lgan narxlar deb gapirganmiz. Bu yerda ko'rayotganingizda $420 bor. Bu narsalarni ham olib tashlayman. Mana ko'ryapsizlar, mayli. $100 ham qoldirdim. Endi keyingi qaraydigan narsamiz bu hozir ko'radigan narsamiz. Tak, endi har bitta tovarni o'zini ko'rib chiqamiz. Yana bir marta tekshirib qo'yamiz. Amazon sotmayapti. Buyboxga tushayotgan tovarlar FBM sotuvchilariga ega, FBA sotuvchilari yo'q. Sotuvchilarning soni, ya'ni 2 dan 10 gacha yoki 12, 13 gacha. Shipping narxlari, ya'ni yetkazib berish usul narxlari va narxlar, BSR, reviewlar va qolgan informatsiya bu yerda kategoriyalarimiz. Bu yerda brend mana. Endi biz qiladigan ishimiz hozir sizlar bilan birinchi mana shu Amazonning o'ziga kirib tekshiramiz hozir. Okay. Bitta boshladik. Mana birinchisi shu tovarimizni ko'rayotganingizda $7.49 ga ega. BSR 252 ming. 4 ta rasmi bor. ISIN nomeri, nechta sotuvchisi borligi va qolgan sotuvchilar haqida informatsiya va qachon yetkazib berishi. Xo'p, mana tovar topdik. Aytaylik, qanaqadir tovarni ko'rib turibmiz.
Biza bu tovarni oldin tekshirishimiz kerak. Bu tovarni biza sota olamizmi yoki sota olmaymizmi? Buning uchun qiladigan ishimiz Amazonga kiramiz. Manage all inventory degan joyga bosamiz. Add a product degan joyga bosamiz. Endi mana shu IC nomerimizni skopировать qilamiz, ko'chirib olamiz va mana shu joyga qo'yamiz va search bosamiz. Ko'rayotganinglardek mana shu tovar chiqdi. UPC numberi, EAN numberi va qanaqa kim nima predlagat qilayotgani o'z tarafdan. Bizi misol uchun bizi shu tovarni, ya'ni поставщикga ega bizda bor shu tovarni поставщики qiladigan ishimiz bu yangi va apply to sell. Apply to sell degan joyda bizda Amazon ko'pincha har xil narsa so'rashi mumkin. Gohida Amazon o'zining tarafidan aytaylik bir qanaqadir sotuvi yo'lini to'g'ri o'rganish uchun bo'lgan videoni ko'rib chiqishing shart degan narsa ko'rsatishi mumkin. Bu ikkita, uchta variantdan bittasi. Ikkinchisi bu qanaqadir invoice so'rashi mumkin. Ya'ni misol uchun aytaylik qanaqadir kompaniyani o'sha sotmoqchi bo'lgan brendinglardan sotib olganinglar haqida yoki qayerdandir shu brendni tovarini sotib olganinglar haqidagi informatsiyaga ega invoice so'rashi mumkin va undan tashqari uchinchi varianti bu o'sha yangi o'zgarishlarga binoan bundan oldin gapirganimizdek O'zbekistonga tegishli bo'lgani uchun akkauntinglar siz bu tovarni sotishga hali haqqiga emassiz degan bunday yozuv chiqadi. Bu bir nechta sabablarga to'xtalib o'tishi mumkin. Bu yerda hali balkim biz o'zimizning tarafdan ham research olib boryapmiz bu narsa haqida. Bu narsa balkim oradan qanaqadir vaqtlar o'tib yo'q bo'lib ketishi mumkin. Sababi sizning akkauntingizda qanaqadir orqada istoriyasi yoki backgroundi bo'lishi kerak bo'lishi mumkin. Bu narsa haqida yana to'xtalib o'tamiz. Hozir bo'lsa sizlar bilan mashina request qilib so'rab ko'ramiz. Ya'ni bu narsani sotmoqchi bo'lib ko'ramiz. Boshladik. Ko'rasizlar, your account does not qualify. Ya'ni bu tovarni biz hozir sota olmaymiz. Hozir qiladigan ishimiz keyingi tovarimizga o'tamiz. Xo'p, keyingi tovarni tekshiramiz. Bosamiz. Tak. Shu tovarni sotib ko'rishga harakat qilamiz. Ko'chirdik. Search bosamiz va yana bir marta apply to sell ko'ramiz. Caller request. Yo'q, yana bermadi. Keyingi tovarga o'tamiz. Kichkinagina boltik. Tekshiramiz. Yo'q, yana bermadi. Keyingi tovarimiz. Tekshiramiz. Sotib ko'ramiz deb aytamiz. Ko'rayotganinglardek, to sell live plant or seeds products on Amazon you must be a US resident deb yozib qo'ygan. Ya'ni o'sha yangiligimizga ta'sir qilayotgan narsa bu ayni bir aytaylik siz agar Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi bo'lsangizgina bu narsani sota olasiz deb yozib qo'ygan. Yana bir marta tekshiramiz va boshqa umuman boshqa kategoriyadagi tovarlardan ham qarab ko'ramiz. Lekin bizda boshqa tovarlarimizga imkon bo'lishi mumkin va boshqa tovarlarimizdan tekshirib chiqamiz. Ketdik dalish.
qiziq bu narsa ekan. Balkim buni ruxsati bo'lib qolishi ham mumkin. Ko'rayotganingizdek, biz sizlar bilan shu tovarni sota olamiz. Ya'ni biz o'zimizga bitta tovar topdik va shu tovarni sota olar ekanmiz. Tovar yaxshi, sotsa bo'ladi va endi keyingi qiladigan ishimiz biza informatsiyani kirgizib chiqishimiz kerak. Ya'ni hozir nima bo'ldi? Biza sizlar bilan 5-6 ta tovarlarni qaysi birini sota olamiz, qaysi birini sota olmaymiz, shularni tekshirib chiqdik va shunga duch keldikki, biza aniq bir tovar topdik, uni sotishga haq-huquqiga ega ekanmiz. Endi shu tovarni biz informatsiyasini kirgizishimiz kerak. Ya'ni nechta dona bor bizda, narxlari, qanaqa ko'rinishda sotyapmiz, ya'ni yangimi, eskimi, ishlatilganmi va fulfillment channel, ya'ni biz bu yerda aytishimiz kerakki, kim tarafdan bu perupakovka qilinib yuboriladi. Bu Amazon tarafdan qilinadimi yoki biz o'zimiz tarafdan qilamizmi? Va ko'rsak bo'ladiki, qaysi marketplace'larda biz shu tovarni sota olamiz. Ya'ni ko'rayotganingizdek, yaqin kunlardan уже Amazon Kanadani ham qo'shib qo'ydi. O'zi bu yerda faqat United States bo'lardi, Meksika bo'lardi va menimcha qaysidir yana bittasi bo'lardi, eslamadim. Biza faqat United States qaraymiz. Ya'ni bu yerda bizga bermayotgani, bu yerga summa kirgizishimizni ruxsat bermayotgani, chunki mana bu yerda kirgizsak, o'zi avtomatik bu yoqqa tushib qoladi. Bugun sizlar bilan birgalikda tovarlarni qanaqa qilib topib va qanaqa qilib o'zimizga kerakli bo'lgan informatsiyani ko'chirib olishni o'rgandik. Endi hozirgi oxirgi kelgan page'imizda, ya'ni o'sha betimizda qaysi tovarimizni, ya'ni o'sha ayni topgan tovarimizni nech pul yoki nechta bizning stokimizda, ya'ni sklad omborimizda borligini aniqlab yozishi umuman hozir keragi yo'q. Sababi bizda hozir bu tovarimiz yo'q. Bu tovarni qachongina biz boshqa поставщикni topib o'zimizga to'g'irlaganimizdan keyingina biz kirgiza olamiz. Hozir agar sizlar kirgizib qo'ysanglar, keyin sotuv bo'lib qolsa, bu tovar bo'yicha bundan yomon narsa yo'q, chunki sotuvni sizlar yetkazib bera olmaysizlar va u o'zini yo'lida sizlarga Amazon tarafdan qanaqadir жалоба kelishi mumkin. Shuning uchun sizlarga bo'ladigan uyga vazifa ikkita narsadan iborat bo'ladi. Ikki xil toifada biz ruxsat olishimiz mumkin. Birinchisi hozir ko'rib o'tganimizdek, ikkinchisi invoice so'rashi mumkin. Ya'ni invoice so'ragan paytida sizlar xuddi shunaqa tarzda olib borasizlar, invoice so'ragan paytida bo'ldi. O'sha tovarni o'zingizga yozib qo'yasizlar. Endi sizlarning qiladigan ishinglar xuddi bizdagi shu programma, ya'ni Asin Spotlight orqali informatsiyani o'zingizga yuklab olasizlar. Undan oldin bo'lsa, kategoriyani aniq bir tanlab olasizlar va uni ichidagi subkategoriyasini aniq qilib, kichkina bitta kategoriyani tanlab olasizlar. Chunki agar sizlar hozir katta kategoriyani qidiradigan bo'lsanglar, o'zingizlar ko'rdinglar, juda ko'p vaqt oladi. Lekin iloji boricha bitta kichkina to'chishni kategoriyalarni olib, uni tekshirgan ancha osonroq hisoblanadi. Xo'p, keyin kategoriya tanlaganingizdan keyin o'sha Asin Spotlight orqali silkamizni qo'yamiz va полностью informatsiyani yig'ganimizdan keyin o'zimizga ko'chirib olamiz. O'zimizga ko'chirganimizdan keyin xuddi men o'rgatgan usuldek o'zingizga to'g'ri keladigan BSR va hokazo qolgan toifalariga qarab turib, o'zingizga to'g'ri keladigan spiskani tayyorlab olamiz. Tayyorlab olgandan keyin bitta har bitta tovarni shu ko'rinishda qanaqa qilib ko'rsatgan bo'lsam, shunaqa ko'rinishda yana bir marta tekshirib chiqamiz. Tekshirib chiqqanimizdan keyin qaysi tovarni biz sota olamiz, qaysi tovarni sota olmaymiz, shuni aniqlaymiz. Aniqlaganimizdan keyin bu invoice-li tovar bo'ladi. Bu prosta ruxsatiga ega bizni hamma 10 ta spiskani tayyor qilib o'zimizga tayyorlab qo'yamiz. Har bittanglarni uyga vazifalar shundan iborat bo'ladi. Yana bir marta aytaman, 10 ta mahsulotga ega bo'lgan spiska tayyorlaysizlar. Hammasi ruxsatiga ega bo'lishi kerak. Bu invoice-li ruxsat bo'lsin, bu prosta ruxsat bo'lsin. 10 tani tayyorlaganingizdan keyin bizga xabar berib qo'yasizlar. Bugunchalik shu.
Hozircha darsimiz, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.